Ibokam Nexia 2 ga baribir boshqacha mehr beradilar. Sababi birinchi mashinalardan bittasi Nexia 2 bo'lgan. To'g'rimi aka? Shunaqa ukam. Nexia 2 ni Nexia 2 haydaydigan akalar tushunishadi kayfini ukam. Voy akalar, mana buni qaranglar. Malibu ham o'ylab taqadigan nomerni Nexia 2 ga qadab qo'yibdilar-yu. Ukam Nexia 2 haydaydiganlargacha qichun mashina kerak emas. Mashinani o'zini andaqa qichun qilib qo'yishadi bo'ldi ukam. Mana kamuflyaj ham bor ukam. Normalniy summa turadi. Aytgancha, ulargacha Mercedes ham qiziq emas. Nimaga degan? Nimaga? Ukam orqa oldi bamperni o'zini Mercedes dizayn qilib qo'yishadi, o'shani o'zi yetadi ukam. Mana diskani qaranglar, boshqachasi-da, mashina o'zi ham normalniy summa turadi. Sizlar o'ylayapsizlar, saloni oddiy bo'lsa kerak edi. Akalar unaqa emas. Salonni ham polniy mes qo'yishgan. Nexia 2 haydaydiganlarning hammasi bilasizmi, Neoline antiradar taqib yuradi. Ukam, buni hamma biladi-yu. Aka bilaman, Krugizda Nexia 2 haydaydigan do'stingiz bor-da. O'shanga mana shu videoni tez jo'natib qo'ying. Agar siz Nexia 2 haydaydigan bo'lsangiz, yurachani bitta qizartirib qo'yasiz.